adat shukurlar bo'lsin, ha. Maqtovlar bo'lsin. Mana shunday bir mo'tabar joylarga kelishini Alloh nasib qilib turibdi. Men ko'p aytaman. Mana shu joylarda bir o'ylanib oyoq qo'yaylikki, shu joylarga sahobalarning oyog'i tekkan. Shu joylarga birinchi o'rinda o'ylanaylik va fikr qilaylik va maza qilaylikki, va Allohga shukr qilaylikki, shu Rasulullohning qadamiga bizni qadamimiz mos kelib qolayotgan bo'lsa, shoyat shu sabab Alloh bizni mag'firat qilsa. Shu amalimiz sabab. Ixlosga, hamma narsa ixlosga qarab bo'ladi. Inshaalloh Rasululloh kelgan bu joyga, sahobalar kelgan bu joyga deb ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'proq bu joylarga kelganlar. O'zlari ham alohida keyingi davrlarda ham tarixga nazar soladigan bo'lsak, bu joyni mana bu aytib o'tganimiz Uhud tog'i bor, uzunasiga yetgan Uhud tog'i. Uzunasi 7 kilometr bo'lgan Uhud tog'i. Mana kichkinasi esa Jabalur Rumbat, kamonchilar tog'i deydi. Lekin asosiysi mana shu Uhud tog'i. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud tog'ida haqida alohida aytganlar. Uhud bizni yaxshi ko'radi, biz ham Uhudni yaxshi ko'ramiz degan. Bu Uhudda sezish xususiyati bor ekan. Yaxshi ko'rish xususiyati bor ekan Uhudda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alohida Uhud bizni yaxshi ko'radi, biz ham Uhudni yaxshi ko'ramiz deganlar. Va men ko'p aytaman azizlar, bu Uhud qanday joy desa, tarixiy bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda Rasulullohni ko'rgan tog'. Rasulullohni ko'rganni biz ham ko'ryapmiz. Rasululloh chiqqan joyga biz ham nazar solib turibmiz. Shunday tog' bu. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sezish xususiyati bor haqida ko'p hadislari, va bir hadislarda shunday aytganlar. Bir kuni sahobalar bilan birga Rasululloh Uhud tog'ida turuvdilar. Ular ichida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bordilar. Rasululloh doim yo'llarda bo'lgan zot. Ha? Rasulullohda ham qaynotasi, ham eng yaqin do'sti. Umar roziyallohu anhu, Ali roziyallohu anhu, Usmon roziyallohu anhu billaydilar. Shunda o'sha turgan paytlari toq bunday bezovta bo'lgan ekan, qimirlagan ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyog'i bilan tepib, "Ey Uhud, jim tur. Seni ustingda Nabiy, Siddiq va shahidayn, ikki shahid bor" degan ekanlar. Xullas kalam Uhudga shunday dedilar. Demak, mana shu Uhud qadimiy, tarixiy bo'lgan joy. Endi bu yerdagi avvalgi holatdagi urush haqida ham eslab o'tamiz. Mana bu turgan joy, to'rtburchak turgan joy, urush bo'lgan maydon. Tarixda mana shu joyda katta jang bo'lgan. Jang bo'lib hamki Rasulullohga va bir necha sahobalarga, ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qattiq ozor yetgan joy mana shu joy bo'ladi. Makka mushriklaridan 3000 nafar mushrik Madina-i Munavvaraga. Men ko'p eslayman, qarang. Makkada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalqni islomga da'vat qildi. 13 yil. Dunyo so'ramadi ulardan. Faqat Allohga ibodat qilinglar, mushrik bo'lmanglar, islomga kelinglar. Butga o'zingizlar qo'lingizdan yasagan butga ibodat qilmanglar. Butlar tagiga qurbonlik qilmanglar, Allohga qurbonlik qilinglar. Qancha gaplar gapirib, faqat yaxshilikka yetiladi odamlar. Va lekin jamiyat unga yurmadi, Rasululloh aytgan so'ziga qaramadi, balki Rasulullohga dushmanlik qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga keldilar. Nima o'zlari xohlab keldilarmi? Yo'q, qochib keldilar. Nima uchun? Makka mushriklari hatto o'ldiraman deyishgacha bor. Iloji yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga qochib keldilar. Va kelish mobaynida yo'lda bir necha ishlar bo'lib, mana shu Madinaga, ya'ni g'orda necha kun yashirindi, ko'rgan g'orda ham uzoqdan ko'rildi. G'orda 3 kun yashirindi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zi g'orda yotish osonmi? Bekinib g'orda yotdilar va 3 kundan keyin esa Madinaga Ali aytgan endi boradigan Qubo masjidi ashida ko'rishgan. Xullas kalom 13 yil Madinada yurib, undan keyin Madinaga kelgandan keyin ham Rasululloh tinchiga yo'q. Makka mushriklari jamoa atroflar to'plab Madinaga qarab kelaverdi. Bir marta keldi, Badr jangida Rasululloh sahobalar bilan birga farishtalar ham bor edi, ularni yanchib berdi. Va o'rtada ancha-muncha janglar bo'ldi. Keyingi jang esa katta jang mana shu Uhudda bo'lgan. Rasulullohga xabar yetdiki, mushriklar kelyaptiga, 3000 nafar mushriklar kelyaptiga xabar keldi. Sahobalarga Rasululloh aytdilar, Madinaning ichidagi kutib olaylik dedi, ular unamadi. Yosh sahobalar, g'ayrat sahobalar qo'rqoqqa o'xshab bu yerda qolmaylik, ularga peshvoz chiqaylik. Xo'p dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Eling gapni qisqa qilamiz. Xullas kalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga xuddi mana shu joyga kelganlar. Men Rasululloh sahobalar bilan bunday bu tomondan kelgan ekanlar, bunday keldilar. Mushriklar esa mana bu tomondan kelgan ekanlar. Kelib, uni urush maydoni mana bu joyda bo'ldi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklar kelguncha urush taktikasini, rejasini tuzganlar. Shu rejadan bittasi mana bu joy, qarang. Mana bu Jabal Rumba dedi, kamonchilar tog'i. Kamonchilar tog'iga
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 70 nafar sahobani ko'p qo'ygan. Va aytganlarki, aslo pastga tushmanglar. Müşriklar qarang, müşriklar 3000 ta, musulmonlar esa 1000 ta bo'lgan. 1000 tani ham 300 tasi munofiqlik gapiga kirib ketib qolgan Makka, Madinaga qaytib ketib qolgan. Qo'rqqanidan ayrim sabablar bilan ketib yuborgan. Endi musulmonlar 630 tasi esa 70 tasi biya chiqsa 700 tadan 70 tasi. 600 tasi pastda müşriklarga qarshi urushdi. Endi bir narsani o'ylab ko'raylik. 3000 nafarga 630 ta odam qarshi chiqyapti. Va qarshi chiqib hamki Alloh taborak va taolo ularga shunday najot beradiki, ularning ichida faqat Allohdan qo'rqishlik, o'lsak esa jannatga ketamiz va biz mushriklar albatta yutamiz deb Rasulullohning himoyasi, islom himoyasi ular urushgan. Va 3000 nafar mushrikni 630 ta musulmon quvlab bergan avvalida. Yutib bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning taktikasi va qayta-qayta aytgan so'zlari mana bu tepada turgan 70 nafar musulmonlarga, kamonchilarga biz yutsak ham, yutkizsak ham orqamizdan o'ljaga tushmanglar. Mana shu joyda turinglar degan edi. Va lekin musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yutgandan keyin yerda turgan o'ljalarni ko'rgan, tepada turganlar o'ljadan qolib ketib qolamiz deb yutdi-yu musulmonlarda o'ljaga qarab o'zini urdi. Hammasi pastga tushiverdi. Rasululloh aytgan gapini qilmadi. Mana shu aytgan gapini qilmaganligi sababidan o'sha paytda kuchlik sarkarda bo'lgan Xolid ibn Valid degan sahoba bo'lgan. Xolid ibn Valid u zot sahoba emas, avval mushrik bo'lgan, keyinchalik kuchlik sarkarda bo'lgan. Lekin u paytda mushriklarga xizmat qilgan, avvali shunaqa holatda edi. Endi u esa otliq mushriklarni yetalab mana bunaqasi aylanib kelib deydi. O'rtada musulmonlarni qamrab oldi. Mana bu tepada turgan kamonchilar tushganni hisobi bilan u odam manaqasi aylanib kelib musulmonlar o'rtada qolib shu paytda yutkizdi. Bo'lmasa musulmonlar yutayotdi. Xullas qalam otli sahoba, otlik mushriklar kelib o'rtada qamalga olib, u tomonda ham mushriklar, bu tomonda ham mushriklar, o'rtada qolgan musulmonlar qattiq ozorlanib, qattiq ziyon yetib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto yuzlarga dubulga sanchilgan, tishlari singan va ichida eng yaqin amakisi, yaxshi ko'rgan islom himoyachisi, Rasululloh himoyachisi bo'lgan, Badrda kuchli qattiq bir xizmat qilgan va butun islomga umri mobaynida xizmat qilgan sahoba Rasulullohning amakilari Hamza radhiyallohu anhu mana shu joyda hanjar zarbi bilan mana shu joyda shahid bo'lganlar. Va Mus'ab ibn Umayr, Abdullah ibn Jahsh büyük sahabalar va bir qancha ansor sahabalar, bir qancha muhojir sahabalar hammasi bo'lib, vallohu alam bisob 70 nafar musulmon sahabalar mana shu joyda shahid bo'ldi. Musulmonlarga qattiq ozor yetib aytib o'tganimizdek Rasululloh o'zlari ham tishlari sinib, yuziga dubulga sanchirib, tepaga qarab ilojsiz qochganlar. Musulmonlar Rasulullohni o'rib olib, Rasulullohni himoya qilinglar, Rasulullohni himoya qilinglar. Juda qattiq bu joyda jang bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham ozorlangan va mana shu tepaga qarab ilojsiz qochib ketganlar. Mana shu jang maydon paytida, urush bo'layotgan paytda hatto mushriklar Rasulullohni o'ldi Muhammad degan so'zlarni ham tarqatgan. Va lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh himoya qilgan, saqlagan, musulmonlar jon jahdi bilan xizmat qilgan, musulmonlarga nayza, kamon sanchilmagan joyi qolmagan. Shunaqa qattiq ozor yegan. Va mana o'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlar himoya qilib, sahoba ikramlar tepaga qarab olib chiqqanlar. Yuziga sanchilgan dubulgani qo'li bilan chiqarmasdan musulmonlar bir sahoba. Qo'li bilan chiqarsam Rasulullohga ozor bo'ladi deb tishi bilan sug'urgan ekanlar. Shunda tishi bilan sug'urganda deydi, tortganda bir tomonda tishlari sinib ketdi sahobani. Keyin u tish singandan keyin o'da tishori qancha og'ir narsa sindi. Rasulullohga ozor bo'lyapti, bu tishida bunda sug'uramadi, bunda sug'urdi. Dubulgada temirni ham sug'urdi, tishi ham qo'shib sug'urilib ketdi deydi. Umar radhiyallohu anhu keyingi davrlarda Umar radhiyallohu anhu haligi sahobaga qarab turib aytgan ekanlar: "Ey birodarim, sen shunday go'zal kemshiysanki, sendagi kemshik go'zalligi dunyoda yo'q." deb Rasululloh u sahobani maqtaganlar. Sababki Rasulullohning yuzidagi narsani sug'uraman deb Rasulullohga ozor bo'lmasin deb. Mana shu holatda bo'lgan. Xullas kalom tepaga chiqqan musulmonlar hammalar tepaga chiqib mushriklarga va o'tganlarga qarab qayg'urib turgan paytda mushriklar orqasidan quvlab borib maqtanib, "Ey Muhammad, Badrdagi jangda yutgan eding. Biz alamimizni oldik, sen yutkazding. Seni yutdik" deb maqtanganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga qarab turib, "Ey ahli mushriklar, sizlar yutdim demanglar, balki sizlar yutkazdinglar" dedilar. Sababki sizlardan o'tgan hammasi ahli mushrik, ahli kufr do'zaxga bo'ldi. Bizdan o'tganlar esa
ahli jannat bo'ldi degan ekan. Biz baribir yutdik senlar. Sizlar yutmadinglar, biz yutdik. Xullas kalom, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi mana shu toqqa chiqib turganlar va ular hammalari yutdik deb maqtanib orqaga qarab ketgan. Lekin ular tarixda eng yomon ish qilgan. Nima ish? O'sha o'lgan musulmonlarning quloqlarini, burunlarini, ba'zi a'zolarini kesib, ayollari bo'ynlariga tasma qilib osib olgan. Hatto Hamza roziyallohu anhu ham bir nechalari kesilgan va jigari ham ayni jigarni ochib, jigarni chaynagan Hind degan bir ayol. Xullas kalom mana shunaqangi o'lganlarga ham ozor yetkazgan ahli mushriklar avvalda bu ish qilinmagan edi. O'sha paytda o'sha razillik bo'ldi. Hammasi ketgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hammasini tanib mana odam deb qabriga birin-ketin o'sha joyda o'ziga qo'ydi. Payg'ambarimiz o'zlarining takliflarini aytganlar, hamma o'tganlar kim qayerda shahid bo'lgan bo'lsa, o'sha o'rniga ko'milsin deb buyurdilar. Mana shu joyga o'sha o'rniga demak ko'mganlar. Demak, bu joyga 70 o'sha sahobadan tashqari odam qo'yilmagan. O'sha davrdan beri mana shu joy qabr bo'lib qolgan, urush maydoni qabr bo'lgan. Beadad shukrlar bo'lsa ko'ryapmiz, ziyorat qilyapmiz. Endi borib bu joyni ziyorat qilamiz, ular haqqiga duo qilamiz, ularga salom yo'llaymiz va qaytamiz inshaalloh. Alloh taolo o'zi gunohlarimizga kafforat qilsin. Amin. Oxiratimizga zodirahlar qilsin. Mo'tabar joylarni bosib turibmiz Robbim. Seni bizga bergan ne'mating, shu joylarni shoyat umid qilamiz. Rasululloh bosgan bo'lsa biz ham bosib turibmiz. Alloh taolo gunohimizga kafforat, oxiratimizga zodirahlar. Bizni sizlarni jo'natgan farzandlarni ham bu joylarga yana karrat kelishik ne'matiga yetkazgin. Allohu akbar. Allah salam olsun. Eşat yürüyemiz. Yürü.